Nexia 3 avtomat. Motorga vinol qo'yilgan. 3000 km yurib bo'lgan. Yog'da holatini ko'ramiz shubdan. Keyin boshqa mashina bilan solishtiramiz. Litri 90 minglar turadi. O'z barmog'imni qo'yaman, ko'ramiz. Ko'ramiz, yog'ini ko'ramiz. Shu joyga qo'yaylik. Mana yaqinlashtirib ko'ramiz hozir. Mana yaltir-yultirchalar o'rgani. Strushka boshlangan. Mana yalt-yalt qilayotgan mayda zarrachalar. Bu strushkalar ne bo'lmasligi kerak 3000 kilometrga. Strushka berib boshlagan. Endi boshqa mashinani ko'ramiz. Motor Jiguli motor yog'i Mak, litri 60 ming turadi taxminan. 2000 km yurgan. Bundan ham hozir prova ko'ramiz qo'lda. Hatto olaylik. Tozalab. Buni rangi ancha svetli, uniki sal qorarog'ida. Pishkani yoqqanman ataylab. Buni ko'ramiz endi. Mana yaltir-yultir. Strushka yo'q. Bu nimani bildiradi? Rangi ham svetli. 2000 yurgan. Yurgani mana bu yoq vinoldan ko'ra yaxshiroq. Endi Nexia 3 avtomatga buni qo'yish kerak deb tavsiya qilmoqchi emasman, demoqchiman. Nexia 3 avtomat motor uchun Xo'p. Vinol yog'i yaxshi mos tushmaydi. Endi nima qilamiz? Probegini yurib berish uchun masliniy filtrni almashtirib yuboramiz, strushkani tozalab yuboradi. 8000 probeg qo'yib beryapti. Bu juda ko'p. Motor uchun 5000 ham normal. 8000 juda ko'p. Ikkala mashina ham gazga. Shunga qarab xulosa qilib berasizlar.